Sizga tavsiya qilmoqchi bo'lgan asarimiz bu Jannat asari Abdurazzoq Gurna tomonidan yozilgan. Abdurazzoq Gurna adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori bo'lib, ushbu mazkur asarda Yusuf degan 12 yashar bolakayning otasining qarzi uchun pullikka sotilgan jarayoni, uning voqealari, uning hayoti haqida juda ham chiroyli va batafsil yoritib bergan. Asarda 12 yoshida otasining qarzi uchun o'zi amaki deb yurgan insonga qullikka berib yuborilgan Yusuf dastlab ushbu savdogarning do'konidagi ishlarini bajarib yuradi. So'ngra uning karvoni bilan birga butun qit'a bo'ylab sayohat qiladi. Asarda Afrika qabilalaridagi hayot, turli urushlar, qullik va erkinlik masalalari sayohat davomida qahramon bolakay Yusufning tilidan hikoya qilib beriladi. Ammo Abdalla va Salamaga bag'ishlanadi. Qo'rg'onlik bog'. Tanishing, Yusuf 12 yoshida uyini tashlab ketishga majbur bo'lgan bu yigit bir zaylda hech bir o'zgarishsiz o'tgan o'sha kunlarni sira unutmaydi. Yodida o'shanda qurg'oqchilik mavsumi edi. Gullar bevaqt ochilib, tez nobud bo'lar. Toshlar tagidan o'rmalab chiqqan ajabtovur hasharotlar zum o'tmay jizg'anak bo'lardi. Har qadam tashlaganda chang bulutlari ko'tarilar. Kun davomida ayovsiz jimjitlik hukm surardi. Butun yoz shu yo'sinda o'tib borardi. O'shanda bolakay umrida ilk bor poyezd stansiyasida 2 yevropalikni ko'rib qolgandi. Boshida ulardan umuman qo'rqmagan bolakay tez-tez stansiyaga borib turar, poyezdlarning shovqin solib, viqor bilan vokzalga kirib kelishini soatlab kutar hamda jahldor Hind qorovulining hushtak va bayroqlariga bo'ysunib chiqib ketishini kuzatib o'tirardi. U uchratgan 2 yevropalik ham o'zlaridan bir necha qadam narida tartib bilan taxlangan ko'rinishidan muhim yuklari bilan kanop bostirma ostida poyezdini kutishardi. Yevropalik erkak shunchalik novcha ediki, quyoshdan pana qilayotgan bostirmaga tegib ketmaslik uchun boshini biroz egib turishga majbur edi. Yaltiroq yuzi, shlyapa ortiga yashiringan ayol ham nariroqdagi soyada turardi. Uning burmali koftasi, bo'yin va bilaklarigacha tugmalangan uzun yubkasi oyoq kiyimini o'pib turardi. Abdurazzoq Gurnaning Jannat asari go'zallik va shafqatsizlikni o'zida jam qilgan asar hisoblanadi. Barchamiz Afrika qabilalari, ularning hayot tarzi, qit'adagi mustamlakachilik davri va uning oqibatlari, quldorlik davri haqida qayerdadir eshitganmiz, o'qiganmiz yoki ko'plab filmlarda buni ko'rganmiz va kuzatganmiz. Adabiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori Abdurazzoq Gurnaning Jannat romani inglizlar mustamlaka Afrikada mahalliy aholini o'z yerlaridan haydab chiqarayotgan va nemislar butun qit'a bo'ylab temir yo'l qurilishini rejalashtirayotgan davrdagi voqealar asosida yozilgan. Romandagi barcha voqealar bosh qahramon 12 yoshida otasining qarzi uchun pullikka berib yuborilgan afrikalik bolakay Yusufning tilidan hikoya qilinadi. Asarni o'qir ekansiz, undagi voqealar sizni o'ziga ohangrabodek jalb etadi. Chunki yuqorida aytganimiz, biz Afrika haqida eshitganlarimiz romanda aslidek qilib tasvirlab bergan. Yusufning sayohatlari, uning bolalarcha sevgisi yoki qabilalarning hayoti deysizmi? Barchasini siz Yusuf bilan birga yashab o'tgandek bo'lasiz. Bir so'z bilan aytganda, Jannat intellektual nasriy asarni sevuvchi insonlarning eng sevimli kitoblaridan biriga aylanadi.